Assalomu alaykum. Agar yozda yengil va mazali taom izlayotgan bo'lsangiz, unda bu retsept aynan siz uchun. Bir bo'lak go'shtni olib, parray-parray qilib to'g'rab olamiz. Go'shtni to'g'rab bo'lgach, go'shtga tuz va zira qo'shib aralashtirib olamiz. Piyozni ham parray-parray qilib to'g'rab olamiz. Bolgarskiyni ham videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Videolarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling, like bosing va fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ana endi baqlajonlarimizni yarim jala qilib archib olamiz. Baqlajonlarni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Ana endi pomidorlarimizni postini archib to'g'rab olamiz. Qizib turgan skоворodkamizga yog' quyib, undan so'ng go'shtni solib, qovurib olamiz. Go'shtimiz 5 daqiqa qovurilgandan so'ng piyozlarimizni solib, qovurishda davom etamiz. Qovurilish jarayonida skоворodkamiz qopqog'ini yopib, dimlab qovuramiz. Mana piyozimiz ham 5 daqiqa qovurilib oldi. Ana endi bolgarskiylarimizni solib, qovurishda yana davom etamiz. Bolgarskiylarni ham 5 daqiqa qovurib olib, undan so'ng baqlajonlarimizni solib, qovurishda davom etamiz. Orada tuz qo'shishni ham unutmang. Baqlajonlarni ham me'yorda qovurib olgach, pomidorlarimizni sovuramiz. Pomidorimiz ham 10 daqiqa dimlab qovurildi. Ana endi tomatni sok qo'yamiz va olovni pasaytirib 30 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Mana yozbop ishtaha ochar taomimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring.